Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mustaqilligimizning 35 yillik bayramını bu yil xalqimiz ulkan ko'tarinki ruhda kutib almoqda. Sebebi vatanimizning mustaqilligining sharafati xalqimiz ko'p degan yetkinliklarga yetishdi. Atab aytadigan bo'lsak, bir diniy tarovning o'zida, masalan, hamma yerlarda meshitlarning açılığı, azanlardan aytılıb duruluğu, xalqimiz yemin erkin ibadatlarının qılığı, qalaberde medreselerden açılığı, joğarı oku orunlarının açılığı, elbette bunun hammasi xalqimizning ulkan quvonchi bo'ldi. Bu yil meneki magistratura universitetindagi birinchi qarg'ashlarning o'quvlarini tamomlab xalq xizmatine шығуының o'zi xalqimizga ulkan quvonchlar bag'ishladi. Qalaberde Kur'an oku kurslarının açılğıları, hammasi xalqimizning yemin erkin ibadat qilish uchun barcha shart-sharoitlarning yaratılığı, albatta buning hammasi mustaqilligimizning sharofati. Boshqa tarovlarda ham usunday ko'p degan yetkinliklar yetilib o'tiribdi. Atab aytadigan bo'lsak, yoshlarimiz uchun yemin erkin ta'lim oluvunda, ularning kasb hunar o'rganuvida barcha shart-sharoitlar yaratılgan. Bayram münasebeti bilan mahallalarda şang'roqlarning holidan xabar olganimizda, albatta ular vatanimizning tinchligining qadrini yetib, duo qilib o'tiribdi. Hurmatli prezidentimizning olib borayotgan ishlarning barchalarini xalqimiz rozi bo'lib, prezidentimizning жұмысларына, ularning umr jasының uzoq bo'lishine duo tilaklarini bildirib o'tiribdi. Albatta bu ulkan natija, sebebi xalq bo'lib, yel bo'lib, bir jag'adan bir jig'dan qo'l chiqarib, hurmatli prezidentimizning olib borayotgan ishlarini qo'lqanot bo'lsak, albatta natija bo'ladi, barakat bo'ladi, rivojlanuv bo'ladi. Hamma narsa og'iz birchilikda. Xalqimiz bu yilgi mustaqillik bayramini yildagidan qaraganda ulkan quvonchlar bilan kutib olib o'tiribdi. Sebebi bu yil 2026-yilda 6 oy bo'lsa ham ko'p degan yetkinliklarga yetganmiz. Hamma yerlarda rivojlanuv, hamma yerda yangiliklar, hamma yerda o'zgarishlar bo'lib o'tiribdi. Buni hammasi xalqimizning ko'nglini ulkan quvonch bag'ishlab o'tiribdi. Shu munosabat bilan butun respublika xalqimizda mustaqillik bayramini qutlaqlayman. Vatanimiz tinch bo'lay. Alloh taolo xalqimizga hamisha qut barakatlar bergay.